Stoyga turibdi, qo'lni uryapman, hoppa kiryapman. Shuningdek, xuddi qo'limda qalqon borda. Undan keyin himoyadan keyin unga zarba beraman. Yo qoringa, yo kallaga. O'ng qo'liga ham shunaqa narsa beryapman, hoppa beryapman. Mana shu qo'lni urganingiz borlar, mana. Ichkari bo'ladi, bunga ular kuchli kerak emas. Sekin esini bo'ladi, faqat to'g'ri bersa bo'ldi. Yo kallaga berasan, yo tizga berasan. Shuningmi? Men bilan birga stoyga turib olaylik. Bir, uklon. O'ng qo'limda zarba beraman, ochilmasa mana shundan. 2. Endi uryapman, jog'imni bekitaman. Oyog'ingizni buring, qaytdim. Ko'tar, yelkan bilan ko'tar. Yelkan bilan zarba berasan, qo'ling bilan emas. O'shanda raqib yo'g'an edi. Kuchimizni to'g'ri sarflashga o'rganishimiz kerak. Uklon, udan. Uklon, udan. Sizlar qilyapsizlar, uklon mana qilib beryapsan. Yo'q, yelkan bilan zarba. Qani ketdik. Stoyga turib olib. Yengil. Ha, to'g'ri qilyapti, to'g'ri qilyapti. Hop, hop, yaxshi shu. Yaxshi. Yelkangizdan shaqing. Qani? Yo'q, yana yomon. Ichkariga ket, stoyga. Qarang. Hop. Hop. Ko'tar. Sal o'zimizga ishonib bajaraylik. Stoyga turib olib, berchi. Udar beryapti mana. Qo'lingizni buring. Mushim, tirsagim yelkan bitta chizida bo'ladi mana. Bitta chizida ko'rasizmi? Qaytyapti. O'ng qo'lni uryapti, oyog'iga yetib olmaydi. Sekin. Bang, oyoq bilan birga beradi. Jog'iga yopishtir. Qaraymiz. Bitta chap, bang. Davol. Ham bo'lsa, yengil mana. Mana bu yelkan ishlatilib, qo'lni zarba beryapsan. Bu o'zi chiqyapti. Bang. Oyoqlarni yordam berish kerak. Hop. Bo'laveradi. Yangisi o'sha stoka jog'iga qo'yasiz. Men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam nuroklar. Bu nima degani? Ishlayapti o'zim, raqib o'ng qo'lni beryapti, hoppa nurok qilyapman. Ha, nurok. O'zbekchalab sho'g'ish bo'ladi. Sekin ko'rsatib beraman. Sekin urgina. Ular kelyapti. Kerakgan bo'lsa mana. Men o'zdan chiqaman. Qo'li hali yetib borgani yo'q. Men o'zim turaman, tepaman, qilaveraman. O'shaning uchun men chiqishim kerak. Tushunarlimi? Bir, yengil. Chapda, o'ydan chapda. Ras. Oyog'i esa raqabaqa yursa xato bo'lmaydi. Ayollar qilishmaydi mana. Uryapman chiqyapti. Hop chopdim. Ras. Olib. Mana bo'sh qo'ying. Mana holatda. Ey, yosh bolalar qaranglar. Ha, qara. Oyog'ini to'g'rilab ol. Mana uryapman chiqyapti. Ras. Endi staraysan aytdi. Ras. So'rga. Ras, mana qara. Hoppa chiqyapsan. Yonga chiqib. Uryapman, chiqib. So'rga. Uryapman, chiqib. Qani ketdik. Qani? Men qo'lingizni ko'taring. Mashg'ulotda chiqyapsiz. So'rga, chiqyapsiz. Boshqa qilib bolalarni o'rgatamiz. Ko'p bolalar 3 yil to'liq qatnashadi, keyin tashlab yuboradi. Murabbiyning mehnati havoga uchib ketadi. O'shaning uchun hurmatli ota-onalar iloji boricha farzandlaring birorta sport tushadimi, iloji boricha oxirigacha borishga harakat qilinglar. U kasbi nima bo'lishidan qat'iy nazar, sport tushadimi, murabbiy ham sizlarga o'xshab, ota-onaga o'xshab mehrini beradi farzandlarga, shogirdlarga. Sizlar ham imkon boricha murabbiyga yordam berishlaring kerak. Sizlarning yordamlaring farzandlaring o'z vaqtida kelib ketish, kech qolmaslik, imkon boricha sharoit ko'tarsa musobaqaga qatnashish. Musobaqa sportchini ko'taradigan narsa musobaqa. Nima bo'lsa qaylar? Badaningiz sizga yordam berish kerak. Vaqt keladi, 3 minut 4 minut ishlagandan keyin shularning qomatda o'sha paytda badaning o'zi bilan yiqilsa bo'ladi raqibini. Bu nima degani? Qaylar? Ular beryapti mana. Hop, turgansa, men turib bilmayman. Ya boshqa berganda. Chiqyapman-ku, qara, chiqyapman-ku. Hop! Mahd ko'ta, kuchaytirib yuboraman. Mahd bo'ladi, tushunarlimi? O'ng qo'liga qaranglar. Chiqyapman, bang! Oyoqlarim, badanlarim menga yordam beradi, ularni kuchaytirgani. Bang! Chiqyapti ular. Men ham zo'r emas, biroq sendan yaxshi qilyapti. Qani davom. Hop. Stoyka, jo'ngizga keting. Populyarsiya to'g'ri. Ishga tudadan. Hop. Qo'lim o'qdan to'g'ri. Endi urayotganimizda ularni ko'rsatdimiz. Jo'ngizga keting. Bo'ling, egin, mana yelkalarni ishlash kerak. Qaytyapsiz, endi o'ng qo'lga. Chiqyapsiz ular. Oyog'ingizni ham bering. Yopishtiryapsiz, qo'ling bo'sh qo'ying. Bu mana yaqinda chiqyapsan ular. Qarang, mana. Mana qo'lingni sal o'zingizga turib
yelka bilan yordam bergin. Chiqyapsan, udal. Chiqyapsan, udal. Stolga turib bor. Turgan bo'lsak, qara. Chiqayotgan qo'ling o'ziga tortasan-da, mana bu yerdan o'ziga o'tirma, tikka tur, o'ziga tortasan. Qara. Hasanboy aka. Turganda, stolga turib mana orqa qo'lni uryapti-da, qara. Turganda, chiqyapsan, mana bu yerga turib, o'zi zarba beryapsan. Tushunayapsanmi? Yetib olish qiyin bo'ladi. Qani bajarchi? Mana qara. Men bilan sani turgan bo'lsa, orqa qo'lni bergin mana. Chiqyapsan, mana qara. O'pa chiqyapman-ku. Bam beryapsan. Qani bajarishmayapsanmi? Oson bas bizga ham, oson bas. Shuncha nerv. Yo'q ketdi.